Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan koreys tilidagi noto'g'ri fe'li haqida batafsil qarab chiqamiz. Demak, pul kichik tongsa. Koreys tilida buning qoidasi qanday? Quyida qarab o'tamiz. Demak, pul kichik tongsaga qaraydigan bo'lsak, agar koreys tilida fe'lning asosida harf patchimsiz kelgan holatda bo'ladigan bo'lsa, biz unga unli bilan boshlovchi qo'shimchalarni qo'shganimizda harfi tushib qoladi. Harfi tushgandan keyin agar asos bir bo'g'indan iborat bo'ladigan bo'lsa, har doim biz norasmiy qo'shimcha hisoblangan oyoni qo'shamiz. Agar asosimiz 2 va undan ortiq bo'g'indan iborat bo'ladigan bo'lsa, u holda ni olib tashlaganimizdan keyin undan oldingi bo'g'indagi harfga qarab, unli harfga qarab ayo yoki oyoni qo'shishimiz mumkin bo'ladi. Ayo yoki oyo haqida batafsil ma'lumot olish uchun oldingi darslarimizga yana e'tibor bilan qarashingizni so'raymiz. Misollarda qarab chiqamiz. Demak, sida yozmoq fe'li biz oldingi darslarda aytib o'tgandik. Demak, koreys tilida moq shakli bu da hisoblanadi. Biz buni qo'shimchalar bilan tuzayotganimizda da qismini tushirib qoldiramiz. E'tibor beradigan bo'lsak, harfi patchimsiz holatda kelgan. Demak, patchimsiz holatda kelganda bu noto'g'ri fe'l hisoblanadi hamda buni olib tashlaymiz. Qoidaga qaraydigan bo'lsak, asos bir bo'g'indan iborat. Demak, bunda biz har doim hozirgi zamon norasmiy qo'shimchasi hisoblangan oyoni qo'shamiz. Soyo. E'tibor berishimiz kerak. Hozir biz bu fe'llarni hozirgi zamon norasmiy qo'shimchasiga nisbatan qo'shib tushuntiryapmiz. Faqat unli bilan boshlovchi qo'shimchalar qo'shilganda, demak, mana shu o'zgarishga uchraydi. Keyingi so'zimizga e'tibor beramiz. Mo'ida. Bunda ham yig'moq, to'plamoq degan fe'lda moq shakli da hisoblanadi. Dani qo'shimchalar bilan tuzayotganimizda olib tashlaydigan bo'lsak, oldingi bo'g'inda turibdi. Harfi patchimsiz kelgani uchun buni ham biz demak olib tashlaymiz. Endi undan oldingi bo'g'inga qaraydigan bo'lsak, qoida bo'yicha aytganimizda 2 va undan ortiq bo'g'indan iborat bo'ladigan bo'lsa, harfini tushirib qoldirgandan keyin undan oldingi bo'g'inning unlisiga qarab ayo yoki oyo qo'shamiz deb aytdik. Bunga e'tibor bersak, o harfi lablangan unli, bunga biz ayoni qo'shamiz hamda moayo ko'rinishga o'tadi. E'tibor beramiz, faqat biz harfini o'zini tushirib qoldiramiz. Bilan birga kelgan undosh harfga teginmaymiz. U o'z joyida turadi. Keyingi so'zga e'tibor beradigan bo'lsak, chamgida qulflanmoq degan ma'noni beradi. Demak, bunda ham moq shakli hisoblanadigan dani olib tashlaymiz. Patchimsiz holatda kelgani uchun buni ham tushirib qoldiramiz. E'tibor bersak, bu ham 2 bo'g'indan iborat. Endi qoida bo'yicha undan oldingi unliga e'tibor bersak, a unlisi turibdi. Demak, a unlisiga biz qoida bo'yicha ayoni qo'shamiz hamda bu chamgayo ko'rinishda tuzlanadi. Chamgayo. Jadvalga e'tibor qaratishingizni so'raymiz. Jadvalga qarasak, yuqori qismida unli hamda undosh bilan boshlovchi qo'shimchalar keltirilgan hamda bu qo'shimchalarni biz quyidagi fe'llarga tuslab yozishimiz kerak bo'ladi. E'tibor bersak, barchasi noto'g'ri fe'lga misol bo'ladi. Harfi patchimsiz holatda kelgani uchun noto'g'ri fe'l deb olamiz. Tuslaydigan bo'lsak, demak, bir bo'g'inli bo'lgani uchun birinchisi sida tushib qolgani uchun yuqorida aytib o'tganimizdek soyo. Demak, e'tibor bersak, ayo oyo shakli bor. Bundan biz bir bo'g'inli bo'lgani uchun har doim oyoni olamiz, soyo. Aso oso shaklida osoni olamiz, soso. Ado odo shaklida odo, sodo. Assoyo ossoyo shaklida esa ossoyoni olamiz, sossoyo. Undosh bilan boshlovchi qo'shimchalarda o'zgarishga uchramaydi dedik. Demak, siryogo hamda simyon. Faqat unli bilan boshlovchi qo'shimchalar qo'shganingizda o'zgarishga uchrashini ko'rib o'tishingiz mumkin. Keyingisi tda. Tda fe'lda ham bir bo'g'inli bo'lgani uchun oyoni olib toyo, toso, todo, tossoyo. Undosh bilan kelganda o'zgarmaydi, toryogo, timyon. Kda fe'lini bajarishingizni so'raymiz. Demak, bajargan bo'lsangiz, endi tekshirib ko'ramiz. Xo'p. Kda bir bo'g'inli bo'lgani uchun oyoni qo'shdik. Koyo, koso, kodo, kossoyo, koryogo, komyon.
Yaxshi, tekshirib olgan bo'lsangiz, keyingi fe'lga o'tamiz. Tamgida. Javoblaringizni tekshiramiz. Tamgida ikki bo'g'inli bo'lgani uchun ni olib tashlaganimizdan keyin oldingi harfga qaraymiz dedik. Demak, ayoyoga tamgayo, tamgaso, tamgado, tamgassoyo. O'ndosh bilan boshlanganda o'zgarmaydi. Tamgiryogo, tamgimyon. Hamda oxirgi fe'limiz chamgida. Chamgayo, chamgaso, chamgado, chamgassoyo, chamgiryogo, chamgimyon. Demak, noto'g'ri fe'li bo'yicha asosiy qoidalar shulardan iborat. Siz buni qo'shimchalarga tuzilayotganda har doim qoidaga e'tibor qilishingiz kerak bo'ladi. Unli bilan boshlovchi qo'shimchalar qo'shilganda o'zgarishga uchrab, undosh bilan boshlovchi qo'shimchalar qo'shilganda hech qanday o'zgarishga uchramasligini yodda saqlab qolishingiz kerak bo'ladi. Hamda bir bo'g'inli so'z bo'lganda har doim oyo shakli qo'shilib, ko'p bo'g'inli so'z bo'lganda o'dan oldingi unliga qarab tuzlash kerakligini ham yodda saqlashingiz kerak bo'ladi. Agar noto'g'ri fe'li bo'yicha qandaydir savollar bo'ladigan bo'lsa, videoning izohlar qismida o'z savollaringizni qoldirishingizni so'raymiz. Qo'ldan kelgancha savollaringizga javob berishga harakat qilamiz. Rahmat, sog' bo'ling.